Assalomu alaykum. Barcha YouTube ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Aka-uka, opa-singillar, tanigan, bilmagan barchaga. Qaysizlar, tinchmisizlar, sog'lommisizlar? Uy sharoitida ilon baxshi haqida videolarimiz davom etadi. Kelar, opa-singillar. Xabarlaring bor. Ilon baliqlarimiz bolalagan, ikra tashlaganda ko'payishgan. Shu haqida qisqacha video obzor qilishga harakat qilaman. Qo'ldan kelsa, sifatli bo'lsa, sizlarga manfaatli bo'lsa video imkon boricha like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar ekanmi aka? Sizlardan so'rayotgan narsa shu. Ona balig'imiz mana shu yerga ikralaganda, mana shu salqin setganning tagiga. Kechqurun baliqlarimizni olganmiz. Baribir ham qolgan, mana shu yerda turibdi. Agar kameraga ko'rinmasa kerak. Hozir yaqinlashtirib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shu ko'rindi agar. Oh. Ona bechara. Uryapti. Mana shu urib bashlardi, chacho'radi kechqurun. Kunduz og'izmaydi ekan, vobshe og'izmaydi ekan. O'zi ikralagandan keyin ochib chiqqan kuni olish kerak ekan. Onasi mana mehr qo'ymay turar ekanda. Ham olishingiz ham osonroq bo'lar ekan. Yoki onasini ushlab olish kerak birinchi. Sachoq setka bilan urishni qaranglar. Sachoq setka bilan onasini ushlab turib, keyin bolalarni sekin avaylab olish kerak ekan. Bizda sharoit bo'lmadi. Bolalarni hovuzimiz yoniga yana bir hovuz qilganmiz kecha. Dafnalardan solganmiz, qizil ko'rinib turgan dafna. Qora quyun. Ilon baliqchalarimiz. Sanash iloji yo'q adashmasam. Saniyman desangiz, bir kun vaqtingiz o'tib ketadi. Ishga borish kerak, tirikchilik bor. Qaranglar bu jonivorlarni. Inshaalloh hammasi sog'lom beshikast. Katta qilsak, oldimizga qo'ygan marralarni kichkinasiga erishgan bo'lamiz. Ilon baliqchilar nima yeydi deganlarga suv ichida dafna degan ozuqasi bor tirik. Shundan tashlaganmiz. Birinchi bir haftalikda, 4 kun 5 kunlikda shuni yeydi. Agar kimlarga imkon bo'lsa, hayvon toza so'yilgan hayvonlarning qoni, misol qassobxona yaqin bo'lsa, qushxona yaqin bo'lsa, qushxona siz yashash joyingizga shuni qonidan bersangiz, ko'p emas, shu bitta qoshiqda berib qo'ysangiz yetsa kerak menimcha. Bir kunga. O'zi bir haftadan o'tgandan keyin tovuqning jigari, molning jigari, qo'yning jigarini blenderdan o'tkazib maydalab, blender deyman, blender boshqa narsaga chopperdan o'tkazib
eng mayda setkada sizib o'shani suzib chiqarib berasizlar. Sekin katta bo'lgan sari shunchaki мясоровkadan go'sht maydalashni o'zida chiqarib bersangiz ham yeyveradi. 300 grammgacha, 300 gram bo'lguncha, qani 300 gram bo'lguncha shu bilan oziqlanadi. 300 gramdan keyin mayda suvda yashovchi karas, sazan, mayda baliqlar bilan ham oziqlanadi. O'shalar tashlasanglar ham o'shalar bilan ham oziqlanadi. Katta bo'lishi kelar o'ta tez ekan. Mana shu lichinga qanchada katta bo'ladi deganlarga. Agar bizda tabiiy sharoit bo'lganda, tabiiy ko'l bo'lganda, mana shu bitta lichinga kuzgacha 700 gram, 800 gram, 1 kilogacha yetishi mumkin ekan akalar. 1 kilo. Tasavvur qilib ko'ringlar. Endi hammasi degani emas, hammasini 1 kilo qilaman deb o'ylamanglar agar yangi boshlamoqchilar. Orasida bitta ikkita ochopati bo'ladi. O'shalar bu yetishi mumkin 1 kilolik vaznga. Endi balki 15-20 tasi bo'lishi mumkin. Balki 100 ta 200 ta ochopati bo'lishi mumkin. O'shalar yetadi. Sredniy 400 gram, 300 gramni mo'ljallayveringlar. O'rtacha hisobda 500 gram bo'lsangiz ham 300 gram, 200 gramlik ham bo'ladi kuzgacha. Ana ular 200 gramliklari keyingi yilga kamida 2 kilo vazn bilan tovarniy holatga yetib keladi. Mana sizlarga kara. Shuni endi ko'paytirib olasizlar. Qancha pul qilaman, qanchadan sotasiz sizni hududingizda qancha pul bo'lsa. Suvni sharoiti achib ketmaslik kerak. Achimasdan doimiy suv bo'lishi kerak sizda. Oziqasi haqida endi 300 gramdan katta bo'lgandan keyin tovuqda ichchaklari bo'ladi. O'shani bersangiz bo'ladi yoki bo'lmasam mayda karas baliqlarni ovlab tutib bersangiz ham bo'ladi. Nech kilo bersam nech kilo vazn oladi deganlarga 50 kg vazn oladi akalar. 50 kg vazn oladi. 1 kilo go'sht bersangiz 50% ni vazniga oladi. 10 kilo bersangiz 10 kilo go'sht. Demak 5 kilo vaznga o'tkazasiz bemalol. Shunaqa gaplar akalar. Yana qanaqadir aytilmagan gaplar bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa sizni qiziqtiradigan savollar bo'lsa, shu videoni kommentariyasiga yozinglar. Imkon boricha javob beraman. Qo'limdan kelgancha, bilimim yetgancha. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Motivatsiya bo'ladi bizga inshaalloh. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.